Xo'sh, ertalab turib oldim. Qani bir o'tirib YouTube'ga kiraylikchi. Nima gaplar ekan? Xo'sh, YouTube'da ham hech nima yo'q. O, eshik taqilyapti. Kim ekan? Chiqaylikchi. Assalomu alaykum janob mer. Uxlolmasdan tez-tez menga огородingni tozalab, o'zga daraxt olib kelib ber. Xo'p, qilaman mer. Yugurib ketdi-yu mer. Mayli. Mayli, e'tibor bermaymiz-da, eshikni yopib qo'yamiz. Yopinglar. Anam yopildi. Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan prinsessa. Va bu yangi video ertalabda olyapman. Tezda mer bergan pullarni tashlab chiqaman. Xo'sh, hamyonni olib, pulimni solib qo'yaman. Hamyonda $25 yig'ilibdi. Mayli, yig'averamiz. Men огородimni tozalagani ketdim. Sizlar esa obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bo'lmasa men yana urushishlari mumkin. Da ketdi. Va mana ko'rib turganinglardek, огородni tozalab oldim. Endi bularni merga tashlab kelaman. Assalomu alaykum janob mer, mana olib keldim. Ha, olib keldingmi? O'ng tarafingga qo'yib qo'yar bo'ldi, rahmat. Ha, bo'ldi, o'sha yerga qo'yaman. Bo'ldi, mer qo'yib qo'ydim. Va ketyapman. Obunachilar endi daraxt chopgani boltani olib chopgani ketdi. Bog'larni joyiga solib qo'yaman. Ha, aytgancha obunachilar, men qurol sotib olgan edim. Bittamiz. Oh my god, derazani buzib qo'ydim-ku. Ha, mayli, keyin to'g'rilab qo'yaman. Boltani olib oldim. Endi yo'lga musiqa aytib ketamiz. Shuguli, ko'k shuguli, eslatadi sevgimizni, shuguli, ko'k shuguli. Oh my god, zombilar ovozini qaranglar, juda ham qo'rqinchli o'xshaydi. Tan olaman, rostdan ham qo'rqinchli, chunki zombilar uchun mod qo'shilgan, zombilarni qo'rqinchli qiladigan. Shu atrofdagi daraxtlarni chopib ketiraman. Ha, mayli, ketdi. Daraxtimiz 10 ta bo'libdi, qolgani kerak emas. Ekinlarni sal chetroqqa ekib qo'yamiz. Endi ketdik. Qayerga tushib ketdim? Bu qanday joy? Sunduq bor ekan, ochib ko'ramizmi? Nima deysizlar? Ochamiz desanglar, kommentga birini yozinglar va men sunduqni ochaman. Oh my god, purstoq buloqli izmurod. Bo'ldi, men boyman. Tezroq chiqib ketish kerak bu yerdan. Bo'lmasa hozir odamlar kelib mendan bu izmurdan olib qo'yishi mumkin. Fokus qilib chiqamiz. Fokus, abrakadabra. Mana daraxtni yerga berib o'zimiz esa tezda uyga kirishimiz kerak. Obunachilar, merman daraxtingiz, mayli, men ketdim. Hozir men merga qanaqa muomala qildim, vor bo'lib ketyapman-ku. Davayte like bosamiz. Ana, buzib qo'ymadimmi? Yo'q, yaxshi. Boltani joyiga qo'yib, ovqatim yo'q, so'nggi yoshlayman. Mayli, ishlarim tugadi, qo'limni yo'q, stolga o'tirib o'zli jonli efir qilayotgan ekan. Kiraylikchi. Barchaga assalomu alaykum. Bugun 13-qishloqqa boramiz va o'yinchilarni o'tgan safardek $500 bilan hujjat qilamiz va menga yordam berganidan so'ng shartlari juda oson. Men o'yinchidan pul qarz so'rayman va o'yinchi menga yordam qilsa, men unga $500 yordam qilaman. Ya'ni sovg'a bo'ladi bu. Albatta kuzatib boringlar. Eshitdilar obunachilar, o'zlibek har xil qishloqlarga borib yordam so'rarkan, yordam berganlarga $500 berar ekan. Va bugun meni qishlog'imga keladi ekan. U faqat o'yinchilarning yoniga kiradi va bu qishloqda faqat bitta men o'yinchiman. Hozir meni yonimga kelsa, men unga yordam uchun 10 ta so'm beraman va menga $500 beradi. Ayqini qaranglar zo'rligini. Men bilganimdan so'rayman-da gapiraman. Skilimga e'tibor qilinglar, bug bo'lib o'zgarib qolibdi. Hozir jonli efirda yo'lga chiqib, hozir kelib qoladi. Ana keldi, chiqaylikchi. Assalomu alaykum, siz kimsiz? Kechagina pul berib tura olasizmi? Qornim och edi. Hozir kakras ortiqcha pulim bor edi. Mana sizga oling. Yo'q, yana bir g'olibimiz aniqlandi. Obunachilar kuzatib boringlar. Siz $500 yutib oldingiz. Rostdanmi? Ha, albatta rostdan. Mana pulingiz, vaqt men ketdim. Xayr, ishlarim juda ko'p edi. Mayli. Katta rahmat bro, omad sizga. Pullarim uchib ketdi. Sotuv $500 oldim. Obunachilar, bugundan mana prinsessa boyvachcha deb chaqiringlar. Shu bilan videoni tugataman. Qolganini
qilgani erindim. Hammaga rahmat va xayr. Sizlar bilan prinsessa bo'ldi.